Instagram 20 kun hayot meni butunlay o'zgartirdi. Nimaga bunaqa deyotganimni sabablarini hozir men sizga aytib beraman. Birinchi sabab fikrlashimni o'zgartirdi. Ya'ni men oldinlari muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ko'rardim media orqali. Pul, mashina, uy, sayohat va boshqa mazza qilishlarni ko'rib, nega menda yo'q, nega men qila olmayapman. Va bu narsalar meni qaysidir darajada depressiyaga tiqardi. Ya'ni ishimdan qoniqmaslik yoki ishimni chindan qilmaslik, pulga bo'lgan o'chlik, shu narsalar meni miyamni ezib tashirdi. Ikkinchisi, vaqtimni to'g'ri boshqarishni boshladim. Ya'ni meni chalg'itadigan boshqa ishim qolmadi. Vaqtida ishimni qilaman, ma'lum bir vaqt kunduz paytda hamma ishlarimni bitirib, kech paytga borib dam olaman yoki uchinchisi shukr qilish. Har bitta kunim, har bitta vaqtim, har bitta kichkina bo'lsa ham muvaffaqiyatim, har bitta kichkina bo'lsa ham hayotimda yaxshi tomonga o'zgarishlarni his qilishni, ko'rishni boshladim. Va arzon dopamindan voz kechishni boshlaganimdan keyin ilmga, har xil yangi bilimlar o'rganishga, yangi insonlar bilan tanishishga, muloqot qilishga, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishim yana ham ortib bordi. Bu usulni siz ham bitta qo'llab ko'ring, ishoning menga rahmat aytasiz va o'zingizdan bo'tgan ishingizdan mazza qilasiz.